Assalomu alaykum. So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari, bizni muntazam ravishda va tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, mana bunday sigir ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on emas, Mingbuloq tumaniga, Terak qishlog'iga tashrif buyurdik obunachilar. Xo'p, dehqonni o'zidan so'raganlarga mana bunday dehqonni o'zlaridan topdik obunachilar. Sizlar uchun sigir so'radingizmi, buqa so'radingizmi? Xudo xolasa imkon darajasida topib chiqarishga harakat qilamiz. Kanalga bir donadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar mehnatimizni qadrlagan holda. Xo'p, obunachilar, bugun kuniga 20-oktyabr, videomiz 21-oktyabr sanasida chiqadi. Ommaga xudo xolasa like ni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz videolarimizni mana bunday akamizni o'zlaridan imkon darajasida olib syomka qilishga harakat qilamiz. Obunachilar qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasa so'z navbatini To'lqinbek akamiz so'zlariga beramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, charchamasdan. Zo'r rahmat. Dehqonchiliklarni sotamiz aka dedingiz. Endi ozgina mol dedingiz, ochig'ini aytganda bir 2 ta 3 ta bo'lsa kerak desam, yo'q bu yerda. Nechta bor bu yerda aka? 4 bosh novvoz, 4 bosh novvoz. Sog'in sigirimiz bor. Aha. Xo'p. Hammasi sotiladi. 4 ta buqa, 2 ta sigir. Bular aka bo'g'azmi, qanaqaliklarini ham ma'lumotlarni ham? O'zi bolalari 4 oy 5 oylik edi. Ha. Endi bo'g'oz bo'ladi. Xullas o'zlari olib borishadi, xohlagan zotga buqaga qo'yib olishaveradi. Xo'p, bo'lmasa bir qator ma'lumotlarni qaysi tarafdan boshlaylik? Farqi yo'q, novvosdan ham boshlayveramiz. Bo'lmasa novvosdan boshlaylik. Novvoslar ham obunachilar aka haqiqatdan tergan ekanlar. 3 tasini bir xil, bittasini bir xil shuna qilib joyini joyiga, gulini guliga qilib qo'ygan ekanlar. Endi ochiqni aytganda obunachilar ozgina zaruriyat bilan akamiz sotamiz deyaptilar. Ma'qul kelgan oladigan bo'lsa albatta qiziqib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akamiz, imkon darajasida kelishtirib yo'lida. Ochiqni aytganda uncha-munchasiga qaramayman aka. Sotamiz shu ozgina zaruriyatligi uchun deb aytayaptilar. Xo'p, bo'lmasa zo'r, sog'ligi zo'r, ishonchli, garantiya. Xo'p, sog'ligi o'ta go'zal holatda, yaxshi. Xo'p, bo'lmasa birinchisiga metrimiz bormi? Metrimiz bor, ha? Bo'lmasa metrda bir qator bo'ylarini o'lchaylik obunachilar. Birinchisiga qora variantidan, tim qorasidan so'raganlarga mana tim qorasidan 1.16 chiqyapti, 15. 1.15 ga ketaveradimi aka? Ketaveradi aka. Bo'lmasa narigi tarafdan ham bitta, 3 tasini bitta qo'yamizmi? 3 tasini bitta qo'yaveramizmi? Bunisini ham ko'rib qo'ying. Bo'lmasa bunisini ham. Obunachilar, bunisi jichcha balandroq. Balandroq ekan. 15 dan pilisiga olishaveradi. Ha. Bunisi lekin undan ham ozgina baland. 120 ga kelib qolyapti. Ha, bunisi 120 ga kelib qolyapti. Ha, 120 ga kelib qolyapti. Obunachilar, 3 ta buqachamiz bir-biridan go'zal mana o'ynoqlab turibdi. Ochiqni aytganda dehqonni o'zidanligi uchun obunachilar, hop, tepaga osqizmadik. Mollar realni holatda ko'rinsin, yaxshi holatda ko'rinsin, olgan odam maza qilsin degan maqsadda ochiqni aytganda tepaga bo'ynini osmadik. Hop, bo'lmasa 3 tasini qo'yg'u suyuqqa 15 dan beraveramizmi aka? Asli bu material emas u. Ha, balandroq. Ha. 17 milliondan. Yo'q, narxi emas, prosta bo'ylarini. Ha. Ha. 1.15 dan qo'yaveramiz. Ha, bo'lmasa buni narxini nech pul qo'yamiz aka? 3 tasini bitta joyga. 3 tasini bitta joyga, dastavkani rosa tushunmaymiz, to'g'risi. Dastavkaga kelishamiz unisi. Ha, dastavkasiga imkon darajasida biz ham aka xudo xolasa yordamni beramiz qo'ldan kelganicha. 17 million so'mdan qo'yamiz aka. 3 tasini bitta joyga 17 million so'mdan, 51 million so'mga aka bir balo qilib bir nima o'tib berasizmi? 50 million bo'lsin aka. 50 million bo'lsa ketaveradi. Dastavkasini nima qilamiz? Dastavkasini kelishamiz. Muomalasiga qarab. Ha, muomala qilib bo'lsa ketaveradi. Arqon nuqtasini ochiqni aytganda sotaman deb aka, Arqon nuqtasini o'zimga yangilab qo'ydik, ha. Boqqanday qilib zo'ridan olib kelgan ekansiz. Ha, yana obunachilar yedishtilari mana oxirda yalab qo'yibdi. Arqon nuqtalari o'ta go'zal holatda. Yangi kecha olib kelib taqdik. 50 million so'mga arqon nuqtasi bilan ham ketaveradi. Ketaveradi, sotaveramiz. Ha, bo'lmasa obunachilar telefon qilaverasizlar. 50 million so'mga telefon qilinglar, 3 ta buqachani yetkizib, imkon darajasida muomala hisob ortirib ham beramiz deyaptilar akamiz. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Bir donadan like bosib qo'yasizlar buqachalarga. Bunisi kattaroq. Ha, bo'lmasa endi undan buni akasi, ha, bundan yemga tayyor bosib berilaveradi. Xudo xolasa Hop, buni bo'ylarini ham bir qator o'lchangda, orqa boshlarini ham ko'rsatib qo'yamiz, lekin mol haqiqatdan suyaklar zo'r. Suyagi haqiqatdan buzuq mol ekan. Korpus o'ta dahshat.
Ha, bo'lmasa buni bo'ylariga keladigan bo'lsak, 125. ha 125 plus chiqyapti. Mana obunachilar o'zlaring ko'rib turibsizlar. 120 ga ham olishaversin aka. 120 ga. Sotaveramiz. Aka joningiz sog' bo'lsin. Dehqonni mana shu xislatini ochiqdan aytganda men yaxshi ko'raman. Hop. Uni suyagi yaxshi yeb Hop, ichishi zo'r. 120 ga beryapsiz aka. Mana mashina bo'yiga beryapsiz. Mana ochiqdan aytganda bu ham 120 keldi-yu. Hop, narxini ham shuni haligisiga qilamizmi? Bir kelishtirib aytingchi. Yo'q, jichcha balandroq. Narxi balandroq. Narxini 18,5 million qo'yamiz aka. 18 million 500 ming so'm. Aka mana 18 million 500 bitta narsa qilaman. Men ochiqdan aytganda so'ramayman bu narsani. Hop. Obunachilar telefon qilsa, o'zlariga chiroyli qilib o'tib beraverasiz. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Endi hozir 100 ming, 200 ming so'm o'tib bering desam, unda hali kesilib qoladi-da, savdo hali to'q savdoga o'xshab qoladi. Shu beramiz aka. Ha, telefon qilsa, balki men o'ylagandan ko'proq o'tib berarsiz. Qolsa tushib, rozi qilib. Bo'lmasa obunachilar 18 million 500 ming so'm akamizga aloqaga chiqaverasizlar, telefon qilsalaring yana kami ham bor obunachilar, behayr ish bo'lmaydi. Hop, endi mana bunday sigir so'raganlarga mana uyingizga olib borib, xudo xolasa, sut yo'nalishiga olib borib tashlab qo'ying. Mana sog'imlari ham mana aka tagida sog'ib ko'rsatyaptilar mana. Sut aka necha litr sut berib turgan bu? Bergani mana. Bunisi 6-7 litrga beramiz biz. Lekin ko'p suti 8-9 litr chiqadi. Ha, bo'ldi, uvol qilmang, bo'ldi. Sut bor lekin. Necha litrga beramiz? Mana dimlanmagan. Ha, dimlanmagan. Ertaman ham sog'ib olingan ekan, hozir aytdilar. Ha, bu bo'g'oz emas. Bo'g'oz emas. Bo'g'oz emas. Yoshroq edi. Hop, bo'lmasa buni endi aslida bu sigirlar bo'yiga sotilmaydi. 125 baland. 130 dan oshiq chiqdi mana shu. 130 oshiq chiqdimi? 32 chiqdi. Metrlar ko'rsatib ham qo'yaveramiz. Sutini necha litrga beryapmiz? Buni sutini 7-8 litr. Hop, 7-8 litrga bor. 8 litrga beraveramiz, ha. Hop, bo'lmasa bu tishi qanaqa aka buni? Tishini ko'rsatib ham qo'yaveramiz 8 ta. 8 ta. 8 ta. Hop, nechinchi tug'ish xudo xolasa, nechinchisini tuqqan shu yerda? Bizda yolg'on gap yo'q. 4-sini tuqqan aka. 4-sini tuqqan. 4-sini tuqqan, ha. Joningiz sog' bo'lsin. Mana dehqonni mardligi obunachilar. Buni aldab 3 ta tuqqan desak ham ishonadi. Lekin 4 ta tuqqan mol aka. Joningiz sog' bo'lsin aka. Hop, bo'lmasa korobkalari zo'r mana. Ha, orqa oshlarini ham mana ko'rsatib o'tamiz. Buni narxini necha pul deymiz aka? Buni narxini 18,5 million qo'yamiz aka. 18,5 million? 18 million. 18 million qo'ydigana. Obunachilar 18 endi to'g'ri. Bo'g'oz mas'ul, lekin mol unaqa yonida kichkina bolasi bo'lsa 27 millionga yo'q mol. O'zlaring bilasizlar, xunojini bo'lsa ham, kichkina xunojini bo'lsa 27-28 millionga bozorlarda ko'ryapmiz, YouTube'larda ko'ryapmiz, bunaqa mol yo'q. Hop, hurmatli obunachilar, bo'lmasa akamizga aloqaga chiqaverasizlar, 18 million so'mga beraveraman ochig'i. Endi albatta savdo qilinglar. Lekin misol nima desa bo'ladi, endi arzon aytib turib yana 15 million berma, unaqa narsa emas. Telefon qilinglar, imkon darajasida 18 million so'mga chiroyli qilib hayrini ham qilib beradilar. Narigisi 18 million, bunisini ko'rib. Narigisi 18 million, bunisi to'g'ri. Hop, bo'lmasa endi undan keyingi variantiga yosh ekan-a bu. Bunisi yosh aka, to'rkurak, birinchisini tuqqan. Birinchisini tuqqan. Endi bolasi yo'q bizda, mana. Voy, jonivor, lekin sovumlari, idishlari ham haqiqatdan zo'r ekan. Hop, aka, bu necha litr sut beradi bu? Bunisi 6-7 litrdan sog'amiz. Biz unaqa yemni ko'p berib, somon yeb turadi, tert. Endi surish bo'ylari bundan ham balandroq ekan-a? Buni bo'yi balandroq, ha. 1.35 chiqsa kerak. Hop, 1.35. To'rkurak aka. To'rkurak. Birinchi tug'ish, a? Birinchi tug'ish. Birinchi tuqqan bu bo'g'oz emas, a? Yo'q, bunisi ham buqatalab bo'lgan. Endi qo'ymadik. Endi vaqt bo'lmadi to'g'rirog'i. Hop, bo'lmasa buni bo'ylari 1.30 dan ham narigindan ham balandroq ekan. Hop, birinchi tug'ishi o'zingiz olib borib albatta xohlagan buqangizga yaxshigina zotga qo'yib olaverasizlar. Hop, bo'lmasa aka, buni narxini nima deymiz-da? Buni narxini 20,5 million qo'yamiz aka. 20 million 500 ming so'm. 20 million 500 ming qo'yamiz. Obunachilar, lekin mana shu sigir menga yoqdi. Aka, menga necha pulga berasiz mana shuni? Sizga 19,5 ga berib beraman. Sizga faqat. Ha. Endi misol bizning uyimiz endi shu yaqin atrofda. Obunachilar telefon qilsa chiroyli qilib olib bortirib ham berasiz. Xudo xolos olib bortirib ham beramiz mana shu vodiy bo'ylab. Hop, hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, lekin molga haqiqiy ishqiboz oldim men aka. Mol yoqdi. Ideal holatda, sassenari ham yoshligi zo'r aka. Dahshat ekan.
Hop, bo'lmasa aka, sog'inlari ham juda katta. telefon qilishadi, imkon darajasida narxini kelishtirib yo'lida qilib berasiz. Xudo Bo'laveradimi? xolasa aka, boqib sog'ib ichsin buni. Xudo xolasa yaxshi niyatda hojati hojonalar telefon qilishadi-da, misol pensiyani pulini to'plab turishgan, Shunaqa. o'zimizga sutga bitta mol istab yuruvdi deganlar telefon qilib aloqaga Yoshligi zo'r, yoshligi yosh, to'rkurak. Aha. To'rttasini. Hop, hurmatli obunachilar, bo'lmasa biz shu yerda videolarimizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha obunachilar sog' salomat bo'linglar.